Assalomu alaykum aziz do'stlar, men ismim Turdiyev Davronbek. Men eslab qolish bo'yicha Rossiya rekordchisiman. Oxirgi 7 yildan beri men o'zimni miyamni rivojlantirish bilan shug'ullanaman. 2017-yilda jahon chempionatida ishtirok etganman, eslab qolish bo'yicha Shenzhen shahrida, Xitoyda bo'lib o'tgan. Undan tashqari O'zbekiston eslab qolish federatsiyasi asoschisi hamda rahbariman. Bu super tafakkur kursimizga kirish darsi. Savol tug'ilishi mumkin, nima uchun aynan shunaqa kurs kerak? Sababi nima? Nima uchun bu kurs bepul? Sabablar ko'p. O'z aslini olganda, men bitta to'xtamga keldim. Oxirgi bir necha yil ichida taxminan bir 5000 ga yaqin insonni eslab qolishga o'rgatgan bo'lsam, insonlar ichida har xil odamlar bor edi. Yoshi mendan katta odamlar bor edi, yoshi kichkinalar bor edi. Hech narsaga erishmagan insonlar bor edi. Katta yutuqlarga erishgan insonlar ham bor edi. Ayollar bor edi. Erkaklar bor edi, даже 70 yoshdan yoshib o'tgan insonlar ham kelgan. Hammasida deyarli natijalar bo'lgan. Natijalar albatta har xil bo'lgan, inson chunki har xil. Men tushundimki, muammo xotirada emas, muammo hayotdagi natijaviylikka tegishli muammo, aytaylik ham kimdadir depressiya, kimdir nimadir eslab qola olmayapti, unuta olmayapti. Qaysidir inson bir necha yildan beri imtihonga tayyorlanyapti-da, topshiryapti-da, kira olmayapti universitetga. Kimdadir dangasalik bilan muammolar bor. Hamma shu muammolar bizning miyamiz qanday ishlashini bilmasligimizdan kelib chiqar ekan. Men nazarimda har holda, faqat men nazarimda, umuman olganda men o'yladimki, agar tafakkur qilishni to'g'irlasak, o'ylashimizni to'g'irlasak, biz katta yutuqlarga erishamiz. Sababi dangasalik nimadan kelib chiqadi? Qanday o'ylaydi bizning miyamiz, ongimiz bilan miyamiz farqi nima? O'ylash mexanizmi biz uchun mana misol uchun qanaqadir zararli odatlar deysizmi? Qanaqadir dangasalik deysizmi? Sizga xalaqit beradigan omillar nimani hisobiga siz miyangizdan kelib chiqishini to'g'ri talqin qilib, shu bilimdan foydalana olasiz. Eng qizig'i aytishingiz mumkin, tafakkur qilish ham o'rganadimi? Inson o'zi tafakkur qilishni biladi-ku, ongli ravishda deyishingiz mumkin. To'g'ri. Inson tafakkur qilishni biladi, lekin to'g'ri tafakkur qilishni bilarmikan? Katta ehtimol bilan yo'q. Chunki ba'zi narsalar bor hayotda, yurish, o'zini tutish, odob axloq va hokazo. Oddiy, juda ham oddiy elementar narsalarni biz o'rganamiz, kerak bo'lsa yillab o'rganamiz. Menimcha tafakkur bu narsalardan ancha murakkabroq. Shuning uchun to'g'ri tafakkur qilishni ham inson o'rganish kerak. Tim bo'li bu narsaga tegishli metodlar bor, metodologiyalar bor. Shuning uchun shu super tafakkur kursini men sizlarga tafakkur qilishda yangi instrumentlarni berish uchun, yangi usullarni berish uchun, to'g'ri tafakkur qilib hayotinglardagi natija va darajani ko'tarish uchun yordam berish niyatida shu kursni tuzishga qaror qildim. Kurs ikkita bo'limdan iborat bo'ladi. Ikkita bo'lim bo'ladi. Bitta bo'limda asosiy men Kurpatov ishlariga, Andrey Kurpatov degan odam bor. Psixiatr bo'lib ishlagan ilgari. Inson miyasini funksiyasi bo'yicha, ya'ni ishlash jarayoni bo'yicha dunyodagi eng kuchli spetsialistlardan biri hisoblanadi. O'shani ishlari bo'yicha inson miyasi qanaqa ishlaydi, ongi qanaqa ishlaydi. Undan tashqari bu bo'limda Robin Dunbar, Markus Rachel, Aleksey Alekseyevich Uxtimskiy degan insonlar nazariyalarini, metodlarini, usullarini ko'rib chiqamiz. Benjamin Libet usullarini ko'rib chiqamiz va hokazo. Turli xil nevrolog, neyrofiziolog insonlarni miyaga, onga tegishli, onga qanday qilib ishlatsa bo'ladi, qanday qilib bu narsadan natija olish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Bu birinchi bo'lim bo'ladi. Birinchi bo'limda nechta dars bo'lishini men bilmayman. Chunki darslarni ekspromtum olamiz. Ya'ni qanaqadir bitta raspисание yo'q hozircha. Bu birinchi kirish darsi. Bugun xudo xolasa bitta vazifa beraman sizlarga. Kirish darsidan keyin yog'iga уже birinchi, ikkinchi va hokazo darslar bo'ladi. Endi atroflicha bir 5-6 ta bo'lsa kerak uzog'i. Birinchi bo'limni o'ziga yog'ini ko'ramiz. Tak, ikkinchi bo'limda hayotiy, real, hayotiy ayrim narsalarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Nima degani bu? Bu degani hayotda, mana bunaqa bitovoy hayotda, muvaffaqiyatga erishish jarayonida, o'qish jarayonida kerakli fikrlash usullari, instrumentlari. Bu ikkinchi bo'limda men asosan Taleb Nichols Nassim ishlariga tayanaman. Taleb Nichols Nassim tasodif bo'yicha, haytichnis bo'yicha
dunyodagi eng kuchli specialistlardan biri hisoblanadi. Juda ham aqlli inson deb o'ylayman. Misol uchun agar hozirgi kunda yashab turgan insonlardan 10 tasini oladigan bo'lsak, eng aqllisini Talib Nichols Nassim shularning qatorida bo'lishi kerak. Shu insonni hayotga bo'lgan munosabati va o'y fikrlariga tegishli ayrim joylarni ko'rib chiqamiz. Bu narsani siz o'zingiz uchun ko'p narsa ola olasiz. Menimcha, har holda men oldim. Men shu insonlar bilan tanishganimdan keyin hayotim o'zgardi, keskin o'zgarish berdi. Agar siz to'g'ri fikr olsangiz, to'g'ri natija ola olasiz. Agar siz to'g'ri fikrlashni bilsangiz, katta ehtimol bilan xatolar kam bo'ladi. Baribir bo'ladi xatolar insonda, lekin maksimal ravishda xatolarni kamaytirib, shunaqa bir fatalniy katta xatolar qilmaydigan inson bo'lasiz. Tak, bu kirish darsi, yana bir marta eslatib o'tyapman. Hozir esa sizlarga vazifa, o'ylashga vazifa bu. O'ylab ko'ring, yaxshilab bu vazifani bajarishdan oldin. O'ylang, tafakkur qiling. Katta ehtimol bilan o'ylash, fikrlab o'tirish qiyinligini hozir o'zingizlar uchun tushunishingiz mumkin, chunki haqiqatan ham qiyin. Chunki o'ylashga energiya ketadi. O'ylashga qaraganda o'ylamaslik juda ham oson doim. Shuning uchun biz o'ylamasdan nimadir qilib qo'yamizda, hayotimizda keyin afsuslanib yuramiz. Hozir o'ylaysizlar nima haqida? Demak, sizlarga savol. Sizlar o'zingizlarning fikringlardan kelib chiqib bu savolga javob beringlar. Ong nima va miya nima? Siz nima deb o'ylaysiz? Ong nima-yu, miya nima? Shu narsaga qanaqadir bir yozma izoh keltiringlar. Imkon bo'lsa, shu kommentariyalarda izohlarda yozib o'tishingiz mumkin bu narsani. Qolgan odamlar ham ko'radi. Может быть, sizlardan qanaqadir yangi ideyalar, insight-lar balkim. Har holda vazifa shu. Ong nima? Ya'ni ong bu ta'rif yozasiz. Izohga yozishingiz mumkin kommentariyalarga. Miya bu ta'rif yozasiz. Absolutno o'zingiz fikringiz bo'lishi kerak. Imkon qadar Google ga kirib, nimadir ko'rib, neyrofiziologiya darsini ochib o'tirish shart emas. O'zingizni sof fikringizni, o'ylash jarayoningizni bir amalda tekshirib ko'ring. Nima deb o'ylaysiz? Может быть, bu haqida hech qachon o'ylamagansiz. Tak, ongga ta'rif berish haqiqatan ham qiyin masala bo'lishi mumkin. Birinchi marta bu narsa bilan shug'ullangan inson uchun. Lekin qiyin narsa ko'pincha foydali bo'ladi. Tim bo'lib bu siz fikrlashingizga juda ham katta foyda keltirsa kerak. Bu kirish darsi edi. Уже birinchi darslar xudo xohlasa keyingi haftadan yuklab boramiz ham Instagramga, ham YouTube kanalimizga. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Narsalarga murakkab qaranglar. Kallani ishlatinglar. Paka-paka.